Avvallari qurilgan uylarda derazalari katta bo'lmas edi. Devorni bir kichkinagina qismini egallardi, bo'ldi. Hozirmi poldan shiftgacha aynek. Yotgan joyda ko'chani ko'rib yotadi. Ya'ni mana shu dunyodagi ne'matni o'zi bilan ovora bo'lgan kofirlar shu dunyodagi ne'matdan foydalanishda ustas-parang bo'lib ketdi. Ne'matlardan aql bovar qilmaydigan darajada foydalanishadigan bo'ldi. Lekin to'g'ri pozitsiya, to'g'ri mavqif ne'mat bilan ovora bo'lmaslik kerak. Ne'matni ato qilgan zot bilan ovora bo'lish kerak. Agar ato qilgan zot Alloh bilan ovora bo'lsang, yuksalasan. Ne'matni ato qiluvchi bo'lgan, Allohdan g'ofil bo'lgan kimsa chorva hayvonlari kabidir. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum. Alloh taolo Muhammad surasida aytadi, kofir bo'lgan kimsalar chorva hayvonlari kabi yeyishadi, ne'matlanishadi, jahannam ularning boradigan joyi bo'ladi.